uyda qoling. Buyurtmalarni yetkazib berishga Ha, ulguryapsizlarmi? albatta. Ikki. Yetkazishga harakat qilyapmiz. Yaxshi. Ha, mana puli. Bir. Hozir qaytimini beraman. Qaytimi shart emas. Bir. Shundoq ham ishingiz oson emas. Qo'ysangizchi, hojat yo'q edi. Yaxshi ishlang. Rahmat. Ra, Ha? ra. Labbay oyijon. Yura qol, uyga kiramiz Xo'p qizim. bo'ladi oyijon. Qorning ochgandir. Ha, qornim juda ochdi. Demak, bugungi dars hammangizga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Shundaymi? Ha, ustoz. U holda uyga berilgan vazifalarni bajarishni unutmang. Savollaringiz bo'lsa yo'llang. Alhamdulillah. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Nima bo'ldi akajon? Uyda zerikib ketyapman. Hech qayoqqa bormayapmiz ham. Nuqul hovlida o'ynaymiz. To'g'ri aytdingiz. Men ham har doim uyda o'tiraverib, zerikib ketdim. Faqat quyoncham bilan birga o'ynayapman xolos. Agar maktabga borsak, o'qituvchilarimiz bilan rasm chizardik. Maktab oshxonasidan mazali taomlar olib yerdik. Ya Alloh, yana ovqatni gapiradi. Jahling chiqdimi? Nima deb o'ylaysan? Qaldirg'och uch hushiga kelarmikan? Aftidan qaldirg'och uch bilan hammasi joyiga o'xshaydi. Bu haqda Quyon birga ham xabar berishimiz kerakmikin? Quyon bir, aloqaga qabul. Aloqadaman. Burgut 2, qabul. Xiyobonda favqulodda holat ro'y berganga o'xshaydi. Men guvohni boshqarmaga olib boraman. Qabul. Bo'pti. Yo'g'e, qabul. Qo'zichoq 4, aloqaga. Dalada vaziyat qanaqa? Qo'zichoq 4. Qabul. Bu yer tinch, Burgut 1. Hammasi nazorat ostida. Nega men qo'zichoq 4man? Azon vaqti bo'ldi. Isqorlar o'yinimizni to'xtatamiz. Namozga azon aytilyapti. Bo'pti Nissa, qabul. Ushli. Rahmat Nissa. Mana Safiya katta rahmat. Arzimaydi Rara. Safiya, kel, shu o'yinni ertaga ham o'ynaylik. Bo'pti-ra. Ratsiya bilan o'ynash juda maroqli.